erkaklarni to'qlik buzar ekan. Ya'ni to'qchilik. Hamma narsa yetarli bo'lishligi, pulini ko'p bo'lishligi erkak kishini buzib qo'yishligi mumkin ekan. To'g'ri, hammasini ham emas, ba'zilarini. Shunaqangi erkaklar bor, milliarder. Boy badavlat, pul simidan, pul ko'p, lekin to'g'ri yuradi. Toza va pokiza yurishadi. Nega? Chunki ular Xudodan qo'rqadi. Lekin odatda ko'p erkaklarni pul buzib qo'yar ekan. To'qlik buzar ekan. Chunki hamma yo'g'i yetarlik, pul ko'p, qayerga qo'lini uzatsa yetadi. Agar Xudodan qo'rqmasa, nima qilishni bilmasdan, buyog'i ko'p-da, oxiri lekin har xil ko'chalarga, yomon ko'chalarga kirib ketib olar ekan. Chunki pul ko'p, o'qib ko'rar ekan, bo'qib ko'rar ekan. Agar Xudodan qo'rqsa, har qancha ko'p bo'lsa ham to'g'ri qadam bosar ekan. Ayollarni-chi? Ayollarni pulsizlik, muhtojlik, bir narsaga zoriqishlik, og'ir ahvolda qolishlik buzar ekan. To'g'ri, hamma ayolni ham emas. Shunaqangi ayollar bor. Har qancha muhtoj bo'lsa ham, har qancha zoriqqan bo'lsa ham, har qancha og'ir ahvolda qolsa ham, hatto qorni och qolsa ham o'ziga gard yuqtirmaydigan, tishini oqini birovga ko'rsatmaydigan ayollarimiz ham juda ham ko'p. Lekin odatda ayol kishi bir narsaga muhtoj bo'lib qolsa, puliga zoriqib qolsa, og'ir ahvolda qolganda buzilib qolishligi mumkin ekan. Yomon yo'lga kirib qolishligi mumkin ekan. Xudo saqlasin. Ana shuning uchun aytiladiki, ayollarni bir narsaga muhtoj qilmang. Ayollarni bir narsaga zoriqtirmang. Ayollarni kimlarnidir qo'llariga qarab qolishiga yo'l qo'ymang. Kimlargadir qaram bo'lib qolmasin. Og'ir ahvolda bir narsaga zoriqqan ahvolda tashab qo'ymang ayol kishini deydi. Chunki yomon odamlar ko'p hozir. Yomon odamlar bor.